Navbatdagi darsimizni ham boshlaymiz. Bu darsimizda biz Odoo'da foydalanuvchilarning ruxsatlarini boshqarish, qaysidir menyularga ruxsat berish, qaysidir menyularga ruxsatni cheklash. Tasavvur qiling, kompaniyada har xil guruhga tegishli ishchilar, xodimlar, administratsiya xodimlari misol uchun bo'lishi mumkin. Mana shularni biz qaysidir qismga ruxsati bor, tizimimizni qaysidir qismiga ruxsati yo'qligini ta'minlashlarini ko'rib chiqamiz. Misol uchun, kompaniyadagi registratsiya xodimlari faqat ma'lumotlarni kiritish, yangi mijozlar ma'lumotlarini kiritish, ularni qaysidir jarayonlarni amalga oshirish bilan shug'ullanadi. Qaysidir darajada misol uchun shifokorlar bo'ladigan bo'lsa, ular faqat mijozlarni ko'radi, bemorlarni. Ularga bemorni qo'shish imkoniyati shart emas. Shuning uchun ularga qo'shish imkoniyati oynalarni berkitib qo'yib, yoki shifokorlarga ham misol uchun faqat bemorlarni ko'rish ruxsatini bersak bo'ladi. Shu bilan birga administratsiya bo'limiga biz hisobotlarga va barcha kirish ruxsatlariga, umuman dasturchilar guruhi bo'lsa, dasturchilarga deyarli hamma joydan foydalanishga ruxsat bersak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Xo'p, hozirgi darsimizda ko'rib chiqadigan narsalarimiz mana shular. Hozir buni amaliyotda ko'rib chiqamiz. Va bular bilan qisqacha ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Qani ketdik. Mana dasturimizni ochib oldim. Mana shu dasturni, To-do dasturimizni biz guruhlar bilan tanishish uchun bizda kerak bo'ladigan bir ikkita narsalar bor. Misol uchun guruhlar bilan tanishishimiz uchun nimalar kerak bo'lishi mumkin? Hozir bitta tizimdan chiqib yana qayta kiraman. Fresh login bo'lish uchun kirdim mana tizimga. Kirganimdan keyin xuddi mana sodda interfays. Menda ruxsatlarim bo'yicha qaraydigan bo'lsak, To-do menyusi, application menyusi va settings menyulari, sozlamalar menyulari menda bor. Bulardan bemalol men foydalansam bo'ladi. Agar men dasturchi rejimini ochsam, misol uchun hozir menda mana bu eski vazifalar menyusi ham qolib ketibdi. Birinchi darsda yo'qdik. Hozir dasturchilar menyusini ochaman-da. Debug teng 1 deb yozsam, menga dasturchi rejimi ishga tushadi. Bemalol tizimlardan dasturchi sifatida foydalansam bo'ladi. Bunda mana ko'rib turganingizdek, bizga guruhlar menyusi paydo bo'ldi. Translation, ya'ni tarjimalar menyusi va technical menyusi paydo bo'ldi. Technicalning ichidan biz mana bu vazifalar uchun menyuni olib tashlaymiz. Menu itemsga kiramiz va vazifalar poyezd berib, qidirib o'chirib tashlaymiz. Bo'ldi. Endi vazifalar menyusi sozlamalar ichida yo'qoladi, chunki bu bizga kerak emas. Birinchi darsda testlash uchun, tekshirish uchun ochib qo'ygan edik. Bu hozir qo'shimcha sifatida buni qarab ketdik. Xo'p. Tizimda guruhlar, foydalanuvchilar mana bu yerda bo'ladi. Ya'ni biz sozlamalar menyusiga kirganimizdan keyin, albatta dasturchilar rejimini yoqganimizdan keyin users, ya'ni foydalanuvchilar ro'yxatiga kirsak, tizimda kirishi mumkin bo'lgan foydalanuvchilar ro'yxati. Foydalanuvchilarning ikki xil turi bor. Tizimning ichki foydalanuvchilari va tashqi foydalanuvchilari. Ya'ni misol uchun mana bu tizim tashkilotni mijozlari va xodimlar uchun ham ishlaydigan bo'lsa, mijozlari faqat o'ziga tegishli bo'lgan hujjatlar yoki qanaqadir xizmatlarni natijalarini olish uchun foydalansa, xodimlari u mijozlarga xizmat ko'rsatish bilan shug'ullanadi. Mana shu tizimni o'zida ham foydalanuvchini ikkiga misol uchun bo'lib qo'yish imkoniyatlari bor. Bular portal user deyiladi, ya'ni portal user tashqi foydalanuvchilar, ichki foydalanuvchilar, xodimlar, ishchilar, bular internal userlar deb ataladi, foydalanuvchilar. Bu foydalanuvchilar mana bu yerda turi bor. User type portal user yoki internal user bor va public userlar bor. Public userlar bular tashqarida hammaga ko'rinadigan userlar hisoblanadi. Biz asosan internal userlar bilan ishlaymiz va bu hozircha bizga yetarli.
Hali darslarimiz davomida portal yuzerlar bilan ham ishlab, veb-sayt qismlari bilan, Odoni veb-sayt qismlari bilan ishlab, har xil eksperiment qilib bilimlarga ega bo'lamiz. Xo'p, men hozir bir ikkita narsa tayyorlab qo'ydim. Tayyorgarlik ko'rgandim. Odoni security fayllariga, misol uchun access rollariga sozlamalar kiritib qo'ydim. Endi biz ruxsatlarni boshqarishimiz uchun bizni tizimda guruhlar degan tushuncha, boshida aytgandek guruhlar degan tushuncha kerak. Men hozir dasturimiz uchun 3 ta guruh ochib oldim. Bu guruhlar mana groups degan XML fayl ichida sozlamani ko'rsatdim. Records degani misol uchun. Mana bu records, mana bu model uchun bitta rekord sifatida yozilyapti deb qarasak bo'ladi va mana bu IDC unique bo'lishi kerak XML da. Hozir bitta kategoriya to do dasturimiz uchun bitta kategoriya ochib oldim. Mana shu guruhlar qaysi kategoriyaga tegishli deganda to do kategoriyasi deb javob berilishi uchun bu yoqda sozlamani ko'rsatib qo'ydim. Endi bundan keyin menda creator sifatida guruh ochdim. Ya'ni yaratuvchilar guruhi. Bu guruhga tegishli foydalanuvchilar to do'larni qo'sha oladi faqat. O'chira olmaydi, o'zgartira olmaydi. Faqat qo'sha oladi. Bo'ldi. Hozircha shunaqa kichkinagina vazifalar bilan cheklab qo'yamiz. To do doer degan guruhni ochib qo'ydim. Bular bajaruvchilar. Vazifani bajaruvchilar. Bular faqat o'zgartira oladi. Vazifani qaysidir maydonlarni o'zgartira oladi, lekin o'chira olmaydi, qo'sha olmaydi. Shunaqa cheklovlari bor. Va 3-guruhimiz cleaner. Ya'ni bu guruh faqat o'chira oladi ma'lumotlarni. Va mana bu uchala guruhda ham bitta qo'shimcha qilib ketaman. Uchala guruhdagi foydalanuvchilar ham bu guruhga tegishli olganda ma'lumotlarni o'qiy oladi, o'qishga ruxsati bor. Albatta o'qimasdan turib bular o'chirish, o'zgartirish, qo'shish imkoniyatini qila olmaydi. Chunki o'qishini hammasiga standart berib qo'ydim. O'chirish, yangilash, qo'shish elementlarini alohida guruhga bo'lib qo'ydim. Hop, cleaner guruhi nomidan ma'lumki, ya'ni tozalovchilar degan ma'noda to do'ni o'chirish huquqi bor. Vazifalarni o'chira oladi. Endi bularni hozircha nomlari bu yerda turibdi. Security groups ichida faqat nomlari nima qilingan, ko'rsatilgan. Men endi bu nomlarga hozir aytgan cheklovlarimni kiritaman. Bular qanday? model access ichida, misol uchun mana base group user uchun base group bu hamma guruhning asosiy standart user hisoblanadi. Shu hamma guruhning ichida bu user bo'ladi. Guruhda inherit oladi, ya'ni meros olib ishlaydi. E'tibor bergan bo'lsanglar, men bu yerda ham base group userga bu qo'shilgan degan ma'noda ketyapti. Bunga qo'shilgan. Xo'p. Endi group to do creator. To do creatorda ruxsatlarni mana shu yerda men belgilab ketaman. Misol uchun e'tibor beradigan bo'lsak, ranglarga qaraymiz. Permission read va sariq rangi permission create. Ya'ni o'qish va yaratish uchun ruxsat berilgan. Doer'da esa o'qish va yozish uchun ruxsat berilgan. Cleaner'da o'qish va o'chirish uchun ruxsatlar berilgan. Mana shu yerda ruxsatlarni ko'rsatib qo'ydim. Va albatta mana bu groups XML faylini manifest py faylida registratsiya qilib qo'ydim. Ya'ni guruhni ko'rsatib qo'ydimda, keyin access rollarni yozdim men. Model accesslarni yozdim. Endi manifest faylda biz yana bir e'tibor berishimiz kerak bo'lgan joy bor. Bu narsa tartiblash. Agar biz ishlatgan qaysidir element, misol uchun men model access faylini ichida guruhlarning nomini ishlataman. Agar mana shu guruhning nomini ishlatganimda va registratsiya qilinganda, bu registratsiya qilishdan oldin bu guruhlarni yaratish XML fayli ko'rsatilmagan bo'lsa, mana bu yerda xatolik chiqadi. Men bu guruhni topa olmadim. Iltimos guruhni yaratib qo'ying degan ma'noda warning va errorlar beradi. Tizim ishlashiga qo'ymaydi. Shu sababdan tartib muhim. Birinchi guruhni yaratamiz. Yaratilgan rekordimiz, misol uchun XML faylimizni
birinchi o'ringa qo'yib, undan keyin uni ishlatish XML faylini qo'ysak bo'ladi. Xuddi shunday mana bu narsa viewlarga ham tegishli. View va menyularga. Misol uchun e'tibor bergan bo'lsanglar, menu fayli eng oxirida turibdi. Sababi menyuda ishlatilgan actionlar o'zidan oldin yaratilgan bo'lishi kerak. Agar o'zidan oldin yaratilmagan bo'lsa, bu actionlarni yo'q deb xatolik beradi va bizda muammolarga sabab bo'ladi. Va yana bir e'tibor berishimiz kerak bo'lgan joy bor. Bu misol uchun viewlar va actionlar databaseda saqlanadigan ma'lumotlar. Agar bu ma'lumotlar databaseda saqlanganda biz nima deydi? Misol uchun men yangi hozir bitta view qo'shsam va view qo'shgandan keyin uni menyuda ko'rsatsam va bitta update qilib qo'shgandan keyin u menyuni viewdan oldinga o'tkazib qo'ysam, mana buni misol uchun mana shunday qilib o'tkazib qo'ysam, bu ishlaydi. Auto dasturimiz ishlaydi. Misol uchun menyuni databaseda borligi uchun o'shandan olib foydalanib ketadi. Xo'p, sal chuqurlashib ketdik, mayli. Buni hali yana boshqa darslarda aniq qilsak bo'ladi. Xo'p, davom etamiz. Guruhlar va access rollar haqida qanday registratsiya qilganligini tartiblarini ko'rsatdim. Shu bilan birga men menyular ham ochib qo'ydim. Bizda tayyor menyular bor. Uchun menu creator bitta todo menyu qildimda, buni hammasiga parent berdim. Ya'ni biz hozir bugungi darsimizda yana bir o'rganilgan narsamiz parent, ya'ni menyuga parent berish. Bitta menyuni ichida yana bitta menyu hosil qilish. Va buni ichida yana menyu hosil qilmoqchi bo'lsak, hammasiga parentini ko'rsatib ketsak, bizga menyularni hiyarxiyasini, strukturasini shakllantirishga yordam beradi. Endi parentlarni ko'rsatib qo'ydim. Men bu menyuni ichida, men bu todo'ning ichida boshqa menyular bo'ladi degan ma'noda. Misol uchun birinchi menyu to do list for creators. Agar foydalanuvchini gruppasi creator bo'lsa, biz hozir foydalanuvchiga qo'shamiz tizimga. Mana shu foydalanuvchiga har xil gruppalar berib tekshirib ko'ramiz. Agar foydalanuvchining gruppasi creator bo'lsa, bu menyu ko'rinadi. Va pastdagisini qaraydigan bo'lsak, to do list for doer. Agar foydalanuvchining gruppasi doer bo'lsa, bu menyu ko'rinadi. Va oxirida cleaner guruhga tegishli foydalanuvchilarga bag'ishlangan menyu bor. Ya'ni foydalanuvchining guruhi cleaner bo'lsa, to do cleaner bo'lsa, bular aniq qiladi. Nima deydi? Mana shu menyudan foydalanishga va mana shu menyu ularga ko'rinadi. Xo'p. Navbat buni amaliyotda ko'rish. Foydalanuvchini ochib, foydalanuvchiga guruhlar berib tekshirib ko'ramiz. Qani. Ketdik. Xo'p, ma'lumotlar qo'shilgan, yangilangan. Men endi faqat foydalanuvchi ochib, bu foydalanuvchilarimni tekshirib ko'rishim qolgan. Xo'p, foydalanuvchilarga keladigan bo'lsak, bitta foydalanuvchilarning nomlarini o'ziga mos qilamiz. Creator, cleaner, doer qilib, yolg'iz bitta foydalanuvchi qilib uchalasini ham qilsak bo'ladi. Misol uchun hozir menda brauzerlarim ko'p ochishimga to'g'ri kelib qoladi. Agar uchta foydalanuvchi uchta alohida qo'shilishim uchun. Shu sababdan hozir bitta foydalanuvchi ochib, bu foydalanuvchining guruhini almashtirish orqali biz guruhlarni qanday ishlayotganini ko'rsak bo'lardi. Yangi foydalanuvchi deb nomladik mana. Yangi company com deymiz. Va buni qo'shdim men tizimga. Yangi foydalanuvchi bizning tizimda bor va buni ruxsatlarini mana bu yerda belgilab qo'ysam bo'ladi. To do'ning ichida to do cleaner, to do doer, misol uchun to do creator deb men bu ruxsatlarni mana shu yerning o'zida belgilab qo'ysam bo'ladi. Qo'shdim mana. To do cleaner qildim. Misol uchun tozalovchi. Bizga hozir creatorni ko'raylik birinchi. To do creator. Va yana bir narsa e'tibor berishimiz kerak. Men admin sifatida mana bu joyda o'zgartirishga
qo'shishga ruxsatlarim yo'q, faqat ko'rishga ruxsatim bor. Bularni men hozir admin uchun ham belgilab qo'ysam, mana shunaqa aloqalarni bor deb belgilab qo'ysam, bizga bu narsalar, ruxsatlar mana shu adminga ham paydo bo'ladi. Agar refresh qilsam, bu mana bu tabiiy ravishda dan bo'lgan narsa read only turibdi, o'qishga ruxsat berilgan va o'zgartirishga ruxsat berilmagan. Bu narsa oldingi darslarimizda qilganmiz. Xo'p, bugungi darsimizda esa ana hozir adminda hamma ruxsat borligini ko'rdik. Даже qo'shishga ham ruxsati bor. Endi yangi foydalanuvchi uchun private window ochamiz va bu windowda biz hozirgi adresimizga kiramiz. localhost 8077. Bunga hozir bitta qo'shib qo'ygan joyimiz va mana e'tibor bersak, menyular ham paydo bo'ldi uchalasiga. Bizga bu menyular ortiqchalik, adminga bu narsa kerak emas desak ham bo'ladi. Olib tashlash uchun, misol uchun admindan mana bu yerdan bir ruxsatlarni o'chiramizda. Lekin adminga mana bu yoqda access right dan access berib qo'ysak bo'ladi. Record role filemizda group access right u mana shu joyda qo'shamiz. To'dagi task bo'lgan modelimiz o'qishga, yozishga, yangi ma'lumot yaratishga va ma'lumotlarni o'chirishga ruxsati bor deb administration gruppasi uchun belgilab qo'ysam, bemalol menyularsiz menda mana shu ruxsatlar bo'ladi. Mana o'zgartirishga ruxsatim bor, o'qishga ruxsatim bor, yangi yaratishga ruxsatim bor va albatta o'chirishga ruxsatim bor. Bu ruxsatlar haqida mana ozroq imkoniyatlar bilan tanisha olamiz. Yangi foydalanuvchini endi login qilamiz. Agar biz yangi foydalanuvchiga login qilmoqchi bo'lsak, odob bizga login parolni bermaydi. Nima deydi? Standart holatda bermaydi. Biz login parol o'zimiz yaratishimizga to'g'ri keladi. Buni hozir biz mana bu yerda hozir login berdi mana, misol uchun email adresini login sifatida qo'ygansak, paroliga o'zimiz qo'yamiz. Men misol uchun 123 degan parol qo'ydim. Va 123 paroli bilan yangi foydalanuvchi nomi bilan tizimga kiraman. Tizimga kirdim. Ma'lumotlarni ko'raman. Menda qo'shish uchun ruxsat bor. Lekin o'zgartirish uchun ruxsat yo'q. Mana danni bosaman, o'zgartirishga ruxsat berilmayapti. Bizda mana printimiz ham ishlayotgan ekan. Form view ichida bu. Hisobotlarimiz ham o'tgan darsda ko'rdik. Mana shu report nima edi? Vazifa uchun hisobot alohida beryapti. Xo'p, hozircha creator menyudan ham bilsak bo'ladi. Bu foydalanuvchining ruxsati creator, ya'ni yaratuvchiga ruxsat berildi. Endi ruxsatni o'zgartiramiz. Creator emas, doer qilamiz. Mana creator sifatida bitta task qo'shaylik. Bu foydalanuvchi nomidan yangi vazifa creator tomonidan izoh bajarilishi uchun muddat tushuncha beradi va buni nima deydi, dan yoki dan emasligini aniqlasa bo'ladi. Belgilab qo'ysa bo'ladi. Mana shu yerdan belgilasa bo'ladi. Hozir bunda creatorda o'zgartirish uchun ruxsat bo'lmaganligi uchun o'zgartira olmaysiz. Men xatolik berib qo'ygandim, buni bosganimda. Modify task, ya'ni taskni o'zgartirish yo'q. Endi o'zgartirishga ruxsati bor guruhni belgilab qo'yamiz. Yangilaymiz. Foydalanuvchiga bitta refresh beramiz va bu vazifani
o'zgartirishga ruxsati borligini mana ko'rdik. Va to do list for doer degan menyuga ruxsat berilganligini ham ko'rdik. Va menyularimiz ro'yxatini to'liq ko'rsak, bizda faqat bitta menyu va o'sha guruhimiz tutyapti. Endi 3-guruhga berib qo'yamiz ruxsatini. Men bu oynadan admin nomidan foydalanuvchining ruxsatlarini chiqaryapman. Bu private menyudan esa foydalanuvchini ishlatyapman. Men birorta rekordni o'chirmoqchiman. Mana hozir decoration ishlatamiz degan taskni o'chiraman. O'chirsa mana o'chirishga ruxsat beryapti. O'chirish knopkasini o'zi chiqqani o'chirishga ruxsati borligini bildiradi. Agar ruxsati bo'lmasa o'chirish knopkasi chiqmaydi bizda. Delete menyusi chiqmaydi. O'chirdim, o'chib ketdi. Mana ustiga bossam editga ruxsat yo'q. Faqat ko'rishga ruxsat beryapti. Ko'rganda ham forum view'da ochib beryapti bizga ham. Mana control bilan plus next degan tugmalar bilan keyingi va oldingi unload qilsak bo'ladi. Odolda mana shunaqa imkoniyatlar ham bor. Buttonlar, shortcutlar yordamida, misol uchun qaysidir buttonni bosishim mumkin. Shift U ni bossam printni bosib berar ekan menga. Hop. Mana bugungi darsimiz uchun reja qilingan mavzular shulardan iborat edi. Foydali bo'ladi degan umiddaman. Hammaga rahmat. Keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'linglar. Albatta like, dislike, comment qoldirishni unutmanglar. Salomat bo'linglar.